16 yildan beri shu sohada ishlasam, bunaqa kino olinmagan hali. Dedimda, mana men o'ylagan narsani birovga ham kelibdi dedim. Boshida masalan bilmaganman bu darajada bo'ladigan bo'lish mumkinligini kino. O'zbek kinosida yangi janr, yangilik bo'layotgani uchun Hozir $10,000 deyman deb borganman-da. O'zini ishini professionallari bilan ishlayman deb o'ylamaganman. Yangi o'zbek kinosi degan narsa-da bo'ldi shu. boshqa rejissyorlar ham aynan shu janrda ko'proq kinolar chiqarishini kutyapman o'zbek kinosida. Vaholanki O'zbekiston, xudo xolasa butun dunyoni nazariga tushamiz deb o'ylayman inshaalloh bu kino bilan. Yangi uroving, yangi darajagacha olib chiqadigan deb o'ylayman, xudo xolasa, inshaalloh. O'zbek tomoshabinlarini kinoteatrga qaytishini kutyapman. O'n 6 yildan beri shu sohada ishlasam, bunaqa kino olinmagan hali. Grimyorlarning orzusidagi film bo'lgani uchun. Bahriddin aytdi, vaqtingiz bo'lsa birga ishlasa yaxshi bo'lardi dedi. To'g'risan Sunnat ekan bir og'iz gapiga. Zo'r kino bo'ladi deganiga. Qiziqdim avvalambor ssenariyga, g'oyaga. Qiziq bo'ldi. O'shancha rozi bo'ldim. Hech bo'lmasa shu kichkina narsa bilan ham o'zim hissamni qo'shishim keldi bunaqa katta masshtabli, professionalniy, kачественный ishda. O'zbek kinosida yangi janr, yangilik bo'layotgani uchun rolni katta kichikligiga qaramasdan ham rozilik berdim. Menimcha to'g'ri qildim deb o'ylayman. Sunnat akam shunchaki oddiy narsa olmasliklarini bilganim uchun. Rozi bo'lgan sababi birinchidan Sunnat aka borligi. To'g'risi o'zimiz klip sohasi bilan shug'ullanamiz, ko'p kliplarda ishladik. Yangi qadam tashlash maqsadida, ya'ni o'zimizni kino sohasida ham sinab ko'rishni xohladim. Rejissyorimiz Sunnat aka aytdilarki, bizani hozir bu kinoda senzurasiz olinyapti dedilar va shunaqa bir joylari borki, uncha aktyor rozi bo'lmayapti bu narsaga deb aytdilar menga. Ssenariyni o'qidim. Вообще zo'r, Mo'jid opam aytdi. Laylo, yur ishlaymiz birga. Dedilar, o'zi Mo'jid opam ustozim. Ha, bo'ldi, xo'p dedim. Sunnat chaqirganda hozir $10,000 deyman deb borganman-da. Uncha aktyor rozi bo'lmagan narsaga rozi bo'ldim. Ya'ni bezsenzura joylari bor. O'sha narsaga rozi bo'lganman. Ya'ni aktyor sifatida, men aktyorman. Aktyorlik ishimni qilishim kerak. Otabek og'aynim Sunnat akani olib keldi. Biz anaqa Sebrda ko'rishdikda, Didor yonida, hali ham esimda o'sha. Kofe ichdik. Men kutib turdim aytgancha. Kofe ichib kutib turdim, keyin otasi keldi. Sunnat aka bilan birinchi marta ko'rishimiz Sunnat Namozov. Men uni tanimasdim. Birinchi ish boshlaganimizda Sunnat akam bilan 2021-yilda adashmasam, o'sha vaqtlarda ishlash stillarini ko'rganman va yoqqa xullas shu yaxshi ish qilishlarini bilganim uchun. Boshida masalan bilmaganman bu darajada bo'ladigan bo'lish mumkinligini kino. Keyin qarasam, вообще hamma legendalar, gruppa dahshat yig'ilgan. Men вообще burlar jiddiy ishlayapmanmi degan narsa keldi. Вообще mazza qilib ishladim. Hammadan dars olib. O'zlariga aytmagan ekan. O'sha sahna, kulminatsionniy sahnamiz bor-ku. Men o'shani ideyasi bor edi menda. Korotkmetrajka edi u. Miyamda. Qarang, bu kishiga ham kelganda o'sha ideya. Shuni o'sha sinopsis qilib aytdilar-ku miyamda. Dedimda, mana men o'ylagan narsani birovga ham kelibdi dedim. Lekin hech qachon men ideyam unaqa narsa yo'q ekanishi kerak emas. Juda xursand bo'ldim, потому что men o'zim uchun juda zo'r ideya edi o'sha korotkmetrajkaning ideyasi ham. Xuddi o'sha narsani Sunnat aka aytibdilar. Va zo'r dedim, bazara нет, brat dedim. Tamom, bosamiz. Shu. Bu filmdanmi? Bombani kutyapman. Trampolin. Gollivud darajasiga chiqishni kutmayman. Chunki rejissyorimiz o'zi ham, qolganlar ham hazilakam harakat qilishmadi. Я от зрителей ожидаю какую-то реакцию. O'zbek kinosida yo'q janrda rivojlanishini kutyapman. Bu filmdan xudo xolasa juda katta natijalar kutyapmiz. Sababi hali O'zbekistonda bunaqa janrda bunaqa kino olinmagan va bunaqa insonlar bilan, ya'nida o'zini ishini professionallari bilan ishlayman deb o'ylamaganman. Tomoshabinlar kinoteatrlarga qaytishini shu film sababli kinoteatrga qaytishini juda ham qattiq xohlayapman va kutyapman. Ishonchim komil, endi xudo xolasa tomoshabinlar o'zi ham buni ko'rib baho berishadi. Vaholanki O'zbekiston, xudo xolasa butun dunyoni nazariga tushamiz deb o'ylayman inshaalloh bu kino bilan. O'rmonda, короче, malika uxlayotgan bo'ladi, uni uyg'otish kerak bo'ladi. Kelib Shahzoda nimadir o'pib uyg'otadimi ish qilibdi. Shunaqa narsa men
qanaqa tushuntirib bersam ekan? Проходной kinolar bo'ladi. Tramplin bo'ladigan kinolar bo'ladi. Yangi uroving, yangi darajagacha olib chiqadigan deb o'ylayman, xudo xolisa. Inshaalloh. Shu bir tramplin bo'lib bersa, kelajakda bundan ham yaxshiroq, yanada bir sifatli kinolar bo'lishini xohlayman. Har bir aktyor orzusidek. Qo'shni davlatlarimiz Qozog'istonda ham juda ham rivojlangan. Xuddi shu niyatda meni o'zbek filmlari rivojlanishi va o'zbek tomoshabinlarini kinoteatrga qaytishini kutyapman. Yangi O'zbekiston deyildi, uyg'onish bo'ldi, hamma yoq ketyapti. Xuddi shunaqa narsa. Yangi o'zbek kinosi degan narsa-da bo'ldi shu. Bu kinoni orqasidan boshqa rejissyorlar ham aynan shu janrda ko'proq kinolar chiqarishini kutyapman o'zbek kinosida. O'zbekistondan ham yaxshi produksiya chiqsin deb o'shani tarafdorimiz. Eng qiyin vaziyat Eng qiyin bo'lgan vaziyat. Ba'zi so'zlar, ruscha so'zlar. Men unda filmda homilador bo'lganman. 8-oy bo'lgan. Shunga qaramay ishlaganman. O'shanda sal qiyin, unaqa bildirmaganman-u, chunki ishimni juda ham yaxshi ko'raman. Ba'zi so'zlarni aytishga rosa qiynalganman, chunki bilmadim. Men uchun notanish so'zlar bo'lgan. Syomka jarayonida bir qiyin joylardan bo'lgan joyi avariya sahnasi bor. O'sha avariya sahnasida, ya'ni mashinani ichida avariya sahnasini olish jarayoni sal qiyin bo'ldi. Chunki hali men bunaqa epizodda hali ishlab ko'rmaganligim uchun o'sha avariya sahnasi juda qiyin bo'ldi ichida. qiyin vaziyat bo'lmadi bu proyektda. Весело было, хорошо было, и все стали как одна семья. Endi silikondan narsalar yasadik, qonli joylar ko'p bo'ldi. Kelgan qon o'zim uchun ham dars bo'ldi, ham ozgina o'zimga tegdi, mas'uliyatsizligim bo'ldi. O'sha vaqt hamma narsa tayyor, bitta qon yo'q. Birinchi qiyin bo'lgan vaziyat, Toshkentda 3 kunlik syomkani o'tkazdik. O'tkazganimizdan keyin 9 kun, 10 kun dachada bo'lishimiz kerak edi. Mana dachada o'zi umuman filmda syomka kunlari boshlanishidan oldin bizda dacha topishimiz qiyin bo'ldi. Syomka jarayonida men o'sha basseynga tushib, basseynning ichida o'sha maniakni ko'radigan sahnam bor edi. Yigitali Jovliyev bilan bo'lgan sahna. Yigitali Jovliyev bilan kim o'ynasa ham qiynaladi. Sovuq edi havo, chunki qorong'ida yerda yotadigan joyi bor edi. O'sha yerda bu ko'p o'zi ichimizda ko'p aytgandik bu narsani. Yer suv qilingan va u zaxda yotish, endi buni qiyinchilikda bo'lmaydi. Yoqimli. San'atkor uchun bu yoqimli narsa. Ijodkor odam uchun. O'sha edi, o'sha bitta sahna, o'sha kulminatsiyamizda eng qiyin sahnamiz o'sha edi. Uni endi hozir aytib bera olmayman, ta'riflab. Chunki hali ko'rishmagan kinoyimiz. Yoki premyeradan keyin bo'ladi desanglar, aytaman. Yana unaqalar ustimdagi kiyimlar juda og'ir edi, suvda harakatlanish qiyin bo'lgani hisobiga holim bo'lmay qoldi. Sunat ekan shu ertaga olaylikmi deydigan darajaga kelib qoldi. Yo, olamiz aka dedim. Oldik, menimcha epladik deb o'ylayman. Anaqa vaziyat. Ishda uni hamma komanda biladi. Interkomda gapirganman keyin. O'sha meni oxirgi epizodim, ketadigan kunimiz, kechasi bilan uxlamaganmiz. Kechqurun 1 dan ertalab soat 7 gacha olgan bo'lsa, hech kim uxlamagan, miyalar absolutni o'chgan. sahnani olib bo'ldik. Eng muhim sahnamiz olib bo'lganimizdan keyin shuna ichkariga qarasam, Sunatga yugurib kelyapti menga qarab. Deb tipi snята deganida, u olindi degan narsa bilan. Syomkaning oxirgi kuni hamma butun jamoa yig'ildida, oxirgi smenadamiz, oxirgi epizodda olyapmiz. Hamma o'zi bir-biriga shunaqa niyoh bilan qarayaptiki, что bu proyekt tugab qolmasin. Mani o'sha oxirida maniak o'ldiradigan sahnasida menga aytadigan bitta gapi bor edi. O'sha paytda adashib ketdi. Bu proyektdan ko'p narsa o'zim uchun oldim va
bu mana shunaqa proyektlar оказывается можно объединиться degan narsa keldi, что можно жить вместе, можно дружно, не ругаться на площадке, можно, оказывается, и так работать degan narsa keldi. Finalda olinayotganda Murod aktyor shunaqa dahshat rol ijro etgan, hammamiz kirishib ketib, hamma yig'ilib yuborgan. Syomka bo'lyapti, Rustam aka sunnat orada stop dedi-da, stopni eshitmadilar-da, Rustam aka. Stopni eshitib, prям kirishib ketdilar, biz ham kirishib o'sha yerda o'zida monitor o'zida o'tirib, hamma yig'ilib yubordi-da. O'sha eng zo'r epizod bo'lgan, esda qoladigan. Sunnatga yugurib kelyapti menga qarab. Deb tipi снято deganida, u olindi degan narsa bilan. Deb kelyaptilar, orqada svetlar, kameralar bir-bir sakrayapman ustilariga, mamma qilib. Bu baqirib tomimiz ketgan o'sha yerda. Shu esda qoldi. O'sha paytda adashib ketdi. Chunki uni ham miyasi o'chgan, turgan joyda uxlab qoldi o'sha paytda. Men to'xtamadimda yana dash 4 yeb ketaverdimda boshqatdan zadacha berishdi. O'sha gapini boshqatdan aytdi. Oqlanib ketdi o'sha epizod. Endi tomoshabin uni bilmaydi. Biz ijodiy gruppa biladi uni. Iloyim shu dakansa ketsin-da deb turibman, aytsin o'sha gapini deb turibman, aytdi. Xudoga shukr, o'sha bitta epizodda eplab chiqib ketdi. Agar aytmaganda uni yana bir 3-4 kundan keyin boshqatdan olishga to'g'ri kelardi. То есть мы обычно разные собираются групповки, и мы как бы не можем никак объединиться, как бы какое-то сделать какое-то, ну, соединение, да? Мы не можем с художниками какой-то общий язык найти, и, допустим, с гримерами общий язык найти, еще с кем-то. А тут прям какое-то было единство. Все друг друга нашли. И поэтому такой получился хороший продукт. Такой позитивный, хороший продукт. Холодильникni kesgansalar, aytibdi. Men uxlab qolganman. Butun dachadagilar chiqqan, dam olayotganlar. Bu холодильник mana shunday oynamni yonida kesilgan, lekin men umuman eshitmaganman. Shunaqangi qotib uxlaganman. O'sha esda qoladigan vaziyat bo'lgan. Bu proyektda hamma aqliyroq ishlagani uchun shu proyektni hech kim tugashini xohlamadi va nafaqat bizga, balkim butun ijodkorlarga, shu proyektda ishlagan ijodkorlarga ham bu katta opit bo'ldi. Imенно bu proyekt, bu janr, chunki O'zbekistonda birinchi marta olindi bu janr. Syomkamizni shu oxirgi kuni, снято degan kuni esda qolarli bo'ldi men uchun. Katta qilib yaxshi inson anaqa. Undov bo'ldi. Hammasi ichida. Sunnat aka shu intuitivniy rejissyor. Intuitsiyasiga tayanadi. Intuitsiya deganda o'sha o'qimaganlarga Sunnat aka, no qo'pol aytganda o'sha шестой чувство, intuitsiya, o'sha his qiladi Sunnat aka. Nima yaxshi kino, nima yaxshi sahna, nima yaxshi dialog, nima yaxshi tekstligini, kontekstlarni his qiladilar. Intuitivniy rejissyor, zo'r, kuchli odam. Men Sunnat aka bilan 2019-yil ishlaganman birinchi marta klipda. Kino haqidagi menga telefon qilganlarida birinchi hayron qolganman va hammadan oldin menimcha aktyorlar ichida birinchi bo'lib ssenariy o'qib chiqqanman. Va ozgina to'g'risini aytaman, o'zlari ertaga ko'rsalar, ozgina ikkilanganman. Nimaga? Chunki bizda bunaqa janrda film olish qiyin. Sunnat Namozov haqida fikrim ijobiy, juda ijobiy. Вообще zo'r. Komandani juda o'ydirganlar. Komanda bilan yonma-yon turdilar. Вообще qoyil qoldim. Super, klass. Ko'rinishidan men kaprizli odam deb o'ylardim, lekin ish jarayonida ko'rdim, birorta odamga hech qanaqa kaprizli boshqa narsa qilgani yo'q. Hattoki bitta o'sha vaziyatda, o'sha meni basenda oladigan vaziyatimda o'sha asosiy epizodlar o'zi kechqurun olindi. Uyqu yaxshi bo'lmasdan ertalabgacha olindi, chunki dacha film o'sha kechqurun bo'lganligi sababli hamma epizodlar kechqurun olindi. Sunnat aka bilan birinchi ishim. Men Sunnat akada shunaqa bir potensial ko'rdimki, Sunnat aka qoni qaynoq. Ana bitta joyga o'tirib olib, bundan o'tirib
mana bunaqa qilish kerak emas. Ya'ni o'rnlardan turgan holatda yugurib, hamma narsada potensial jarayonda bo'lib, aktyormisan, aktyor bilan birga ishlab, operatorlar bilan manda hamma yoqda o'zlari bo'ldilar, boshi qosh bo'ldilar. Ani tashab qo'ymadilar, mana buni bunaqa qilib qo'yaver. Nima uchun? Chunki kino kачествовали chiqishi uchun, tomoshabinlar kачествовали narsa ko'rishi uchun harakat qilganlari menga juda ham ko'p yoqdi. Imkoniyat darajamizdan kelib chiqadigan bo'lsa edi shu bugungi kunda. Lekin o'sha treylerlarni, boshqa umumiy o'sha tayyor bo'lganda dublyajda ham ko'rdim, boshqani ham ko'rdim. Qoyil qoladigan joyi o'sha berilgan imkoniyat qay darajada bizni O'zbekiston sharoitida ozgina qiyin va tor miqyosda bo'lsa ham eplaganlar va men kutgandan ham yaxshiroq narsa chiqara olganlariga men qoyil qolmasam iloji yo'q. Buni endi oldindan bir nima deya olmayman, lekin ko'rganinglarda umumiy filmni menimcha sizlar ham meni fikrimga qo'shilasizlar. Sunnat aka meni hakam, rejissor hurmat qilaman. Bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, bu o'ziga Sunnat akani o'ziga qaysidir ma'noda paxta qo'yish emas. Lekin men ko'p rejissorlar bilan ishlaganman, ishlab kelaman. Sunnat akachalik hali bunaqa tavakkalchi rejissorni ko'rganim yo'q. Chunki har qanaqa vaziyatda bo'lmaydi degan narsasi yo'qda, davay qilib ko'raylik degan narsasi bor. Shuning uchun men juda hurmat qilaman. Hech hurmat qilaman. Kinodan tashqarida ham menimcha Sunnat aka fikrim a'lo darajada. Один из молодых перспективных режиссеров Сунат Намазов, у которого есть очень хорошее будущее. Потому что этот человек очень любит кино. Он ради кино, ради искусства, ради того, что да, мы, узбеки, тоже можем, он пошел на многие риски. И эти риски оправданы. Xudo xolasa birinchi kinosi bungacha qilgan ishlaridan keyingi katta qadam. Juda ham katta qadam. O'sha qadamni ichida butun boshli bitta komandani yig'ib, katta risk qilib, hamma oilani, boshqani orqasida qo'yib, yelkaga olib, katta qadam qo'rqmasdan tashlaganligi uchun men oldin hurmat qilardim, aytaman, oldin tanirdim. Keyin ishlamaganman. Men shu qilgan ishiga o'ziga ham aytganman. Men ancha xursandman ukam. Mana shu qadamni tashlaganingdan deganman. Xo'jayinim aytdilar. Bitta joyda intervyusini ko'rib qopdilar Sunnatda. Sunnatda eng katta yutug'i dedilar. Chunki bitta intervyuda ko'rdim dedilar. Har bitta gapida meni komandam deb gapirdi. Buni eng katta yutug'i shunda dedilar. Chunki rejissyor o'zini komandasini o'yladimi, bo'ldi, u yaxshi rejissyor. Ishi ham yaxshi bo'ladi. Bir xil faqat o'zini gapiradi. Men qildim, men deydi. Yo'q narsani bor qildilar-da, iloji boricha. Juda qiyin bo'lgan, olib kelish qiyin bo'lgan narsalar, hamma narsasini muhayyo qildilar qo'llaridan kelgancha. Ajoyib. Syomkani boshlanishi oxirida emas, bu syomkani har bir soatida har qanaqa muammoga duch keldik. Ushbu muammolardan решение qilib, komandani o'ziga tortib, davay deb podacha berib turgan, yaxshi podacha, to'g'ri podacha berib turgan inson. Agar Sunnat aka bo'lmaganda men shu proyektni bitishi tugul, proyektni boshlanishiga ham ishonmasdim. Har doim bizani o'ylab kelgan. Issiq sovug'imizdan xabar olgan. Har doim nima desam ekan, o'zi отдельно respublika bo'lib, rejissyorskiy gruppa deb bir xil bo'ladi-yu, texniklar naryoqda o'tirsin, ular bu yoqda o'tirsin deydi-ku. Shunaqa narsa umuman bo'lmagan. Vaqt kelganda o'zi yemay, bizga yedirib, shunaqa qilib, mazza qilib biz bu kinoni ishlaganmiz. Xudo xolasa kinoyimiz zo'r chiqadi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz ushbu film orqali kimgadir nimanidir isbotlashga emas, o'zimizni sohamizni va o'zimizni rivojlantirishga e'tiborimizni qaratdik.